bolalikmi, yoshlikmi yoki qarilikmi, biz shunga o'rganishimiz kerak ekan. O'sha nonni ushog'ini qay darajada ehtiyot qilib, avaylab shuni qadriga yetishga harakat qilingan bo'lsa o'shanda biz mana hozir ham, undan keyin ham vaqtni har bitta daqiqasini bu g'animatligini esdan chiqarmasligimiz kerak ekan. Havo bergani, bo'ronlarni to'sguvchi tog'lar yilning yelkani, nabodot, hayvonot ham insonga hayotdir suv. Rizq ro'zin to'kin etsam, tuproqda shunday orzu.